Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'aybona yana bir bora uchrashib turganimdan nihoyatda xursandman. Muborak ro'za Ramazon oyida butun O'zbekiston xalqini, qo'shni davlatlardagi musulmonlarni muborak ro'za Ramazon oyi bilan chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Ilohim tutgan ro'zalarini ajr savoblariga ega bo'lsin. Alloh yo'liga, Alloh uchun tutgan ro'zamizni Allohim o'zi dargohida qabul qilsin. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizda hech kimi yo'q, qarovsiz qolgan, birovni qo'lida qolib ketgan bemorlarga davolanishga imkoniyati yo'q bo'lgan, qarovsiz qolgan, imkoniyati umuman yo'q bo'lgan bemorlarga 100% bir kurs lechenamiz to'liq hadya qilinadi Alloh yo'liga. Imkon darajasi kam bo'lgan bemorlarga ham ularga ham yordam qilamiz. Endi hamma tomonlama yetik bo'lgan, hamma taraflama imkoniyati bo'lgan insonlarga ham doimiy holatda men hayotda tirik bo'lganim uchun 8 marta o'lib tirilib, hayotda tinch omon bo'lganim uchun 5 kunlik lechenasi hadya har bir davolanuvchi bemorlarga. Biz bugungi temamiz Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizda tabiiy giyohlari, malham, siroplari yordamida butun ichki organda uchraydigan o'simta, kista, miomalarga shifosi bor. Tabiiy giyohlar yordamida tomiri bilan qurib yo'q bo'ladi. Qayta davolanishga, jarrohlik yo'li qo'llashga umuman hojati yo'q. Allohning qudrati ila. Bemalol kelib, lechena olib sog'ayishlaringiz mumkin. Mioma bo'ladimi, kista bo'ladimi, o'simta bo'ladimi, tomiri bilan qurib yo'q bo'ladi. Faqat razmeriga qarab, emirtisini ko'rib, razmeriga qarab, bir kursmi, 2 kursmi belgilaymiz. Sodda qilib, och holat, to'q holat hammasini yozib, tushuntirib beramiz. Uy sharoitida iste'mol qilaveradi. Ambulatorniy davolaymiz. Uy sharoitida iste'mol qilaveradi va onlayn tariqasida davolaymiz. Telefonda bog'lanib turamiz bemorlar bilan. Bemalol kelib, lechena olib sog'ayishlaringiz mumkin. Hech qanday chet elga borishga ham hojat yo'q. Mana O'zbekiston tomonidan chet ellarga ham konferensiyalarga qatnashaman. Chet ellarda ham hamma joyda xo'roz bir xil qichqiradi. Chet ellarda endi ko'proq bizga nisbatan faqat giyoh bilan 90% giyoh bilan davolanadi chet ellarda. Bizni O'zbekistonda 90% meditsinada o'qil dori bilan davolanadi. Endi bizlarga nisbatan chet ellarda ko'proq ixlos kuchli giyohga. Endi o'zi ota bobomiz aytadi-ku, Ibn Sino bobomizni davolab boshlagani, tabobatni tashkil bo'lgani, Ibn Sino bobomizning amaliy ishlari tashkil bo'lganiga 5000 yilda oshgan. Meditsinada 198 yil ekan mana bu yillar. U degani tabobatni farzandi hisoblanadi, nevarasi hisoblanadi meditsina. Endi qisqa qilib, lo'nda qilib, grubiy qilib aytganda tabobatni nevarasi hisoblanadi meditsina. Shuning uchun imkon qadar daraja, masalan, meditsinada tinchlantiruvchi ichasiz, vaqtincha tinchlanasiz, davolanib lechena oladigan bo'lsangiz. Tabobatda esa 100% sog'ayish bo'ladi, qayta davolanishga umuman hojat qolmaydi. Jarrohlik yo'li qo'llashga umuman hojat qolmaydi. Ximiya nur olishga umuman hojat qolmaydi. Shu ichki organlarda shu kista, mioma, o'simta bo'lgan bemorlarimizga tavsiyamiz iloji boricha imkon qadar tabiiy giyohlar yordamida shifoli bo'lishga harakat qilinglar. Masalan, hozirgi kunda juda ham ko'p mana bosh miya, ichki organlarda kista, o'simta, jenskiy tarafda mioma va shunaqa holatda ko'p uchrab turibdi. Metastaz bergan ichki organga, masalan, bosh miyada bo'lib ichki organga metastaz bergan, ichki organda bo'lib bosh miyagacha metastaz bergan, jigar, taloq, oshqozon o't yo'lida, buyrak, butun oshqozon 12 barmoq ichak, yo'g'on ichaklarda
hattoki tahoratim bilan qon bilan chiqaman degan nimalar va u oshqozon 12 barmoq yo'g'on ichak jiddiylashgandan keyin ahvoli o'simta kistasi ko'payib kattalashib metastaz berib o'ta jiddiy bo'lib 3-stependan 4-stependan o'tgan holatda qon bilan keladi tahorat. U holatlarda ham shifoli bo'lib sog'lom bo'lib turibdi bemorlarimiz. Hech qanday qayta davolanishga, jarrohlik yo'li qo'llashga, ximiya, nur olishga umuman hojat yo'q. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizda tabiiy giyohlari, malham siroplari yordamida shifosi bor. Bemalol kelib, lechena olib sog'ayishlaringiz mumkin. Tavsiya qilaman shuni. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, hech ham kasal bo'lmanglar. Kasal bo'lgan bemorlarimizga Allohim shifoli dard bergan bo'lsin. Sog'aysinlar davolanib turgan bemorlarimiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Kelgisi efirlargacha layklaringizni bosaringlar. Qancha layk bossanglar, shuncha savobga ega bo'lasizlar. Ayniqsa muborak ro'za Ramazon oyida bitta laykingiz bilan bitta bemor sog'ayadigan bo'lsa, Allohning qudratiyle, Allohning uyida bitta tuya so'yib, shu ro'za Ramazon oyida 1000 ta kishiga iftorlik bergan savobga ega bo'lasizlar. Jannatda bir qasr qurgan bo'lasizlar. Qasrni shunday billurdin jirovlanib, to'lanib turadi dedi. Shisha billurdin bo'lib, u yoni bilan bu yoni ko'rinadi dedi. Qancha minglagan farishtalar xizmatda bo'ladi dedi. Shunaqa savobga ega bo'laman desanglar, bu savobga pul dunyo bilan erishib bo'lmaydi. Bitta laykingiz bilan erishishingiz mumkin. Shuni hayotda ko'rib turibmiz, shuni nimasini ham, samarasini ham. Shuning uchun обязательно Xudo xolasa iloji boricha layk bosishga harakat qilinglar. Shunaqa savoblarga erishishga harakat qilinglar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Kelgisi efirlargacha deb tilab qolaman.